ilon chayon chaqqanda yoki it tishlaganda. Abul Hasan at-Turunjiyning aytishlaricha, bir zaharli ilon bir askarni jang paytida chaqqan ekan. Uning sarkardasida mana shu bazizahrdan, ya'ni zaharli ilon chaqqanda ishlatiladigan doridan boshqa hech narsa yo'q ekan. O'shaning bir qiroatidan, ya'ni 0,236 grammini, ya'ni ozginasini ozini olib sharob ichiga solibdi-da, aralashtirib ilon chaqqan askarga beribdi. Keyin unga sarimsoqni ezib suvini ichiribdi. Ko'p o'tmay askar badanida dog' ko'rinibdi, keyin qon siyibdi. Shu bilan ilon zahari balosidan qutulib qolibdi. Ilon chaqqanda asoratsiz bo'lishi uchun ilon munchoq taqishadi. Ilon avrovchilar shunday dahshatli ilonlarni ovlashar ekanki, ular ovlaydigan ilonlar boshqa ilonlarni yeb tirikchilik qilar ekan. Mana shu munchoq toshlar uning bo'ynida bo'lar ekan. O'zi oq marvarid tortgan bo'lar ekan. Ba'zida bularning oq aralashgan qorasi ham bo'lar ekan. Bunday toshlar ilondan chiqar ekan. Ilondan chiqishi uchun o'sha ilon 400 dan ziyodroq ilonlarni yegan bo'lishi kerak ekan. Shundagina ulardan munchoq tosh chiqar ekan. Menimcha bunday sanoq Kitob al-Oyindan olingan bo'lsa kerak. Uni sinab ko'rish uchun uni dag'alroq gazmolga surtilsa, o'sha zahoti oqarib ketadi. Bu oqarish va unga surtiladigan narsa tabiatning siri albatta. Aytishlaricha ilon avrovchilar, ya'ni ilon ovlovchilar bu munchoqlarni Maryam toshi deb atashadi. Murchli choy. Xalq tabobatida murchli choy a'zolarni tozalovchi, zaharlarga qarshi xosiyatlarga ega. Ilon, qoraqurt, chayon chaqqanda murchli choy bir necha bor qayta-qayta ichirilgan va shu orqali zaharning kuchi qirqilib, bemorning holati yaxshilangan. Murchli choyni tayyorlash uchun yarim litrli choynakka kichkina qoshiqda oliy navli quruq choy ustiga yarim choy qoshig'ida tuyilgan murch yoki donalaridan 15 dona solib, ustidan qaynoq suv quyiladi va 4-5 daqiqa sochiqqa o'rab dam yedirilgach, choyga o'xshatib ichiriladi. Buni Ibn Sino tib qonunlarida yozib ketgan. Qora zirkli choy. Qora zirk zaharli ilon chayon chaqqanda ichiladi. Qora zirk mevasi mayiz kattaligiday bo'lib, rangi to'q sapsar yoki qora bo'ladi. Mevasi ovqatlarda ishlatiladi. Mevasi tarkibida alkaloidlar, bo'yoq moddalar, qandlar va organik kislotalar bor. Zirkli choyni tayyorlash uchun yarim litrli choynakka bir osh qoshiq qora zirk solinadi. Ustidan sovuq suv solib qaynatiladi va qopqog'i berk holicha shabadaga qo'yib 10-12 soat davomida sovitiladi. So'ngra yarim litrli boshqa choynakka bir choy qoshiq qora choy solib, ustidan qaynoq suv solib damlanadi. Qora zirk qaynatmasidan damlangan choyga qo'shib ichiladi. Uni yaxna holida iste'mol qilsa ham bo'ladi. Ilon chaqqanda o'sha joyga darhol sarimsoq pallasini suring. Ilon chaqqan kishiga laylak yog'i tavsiya etiladi. Agar kishi sarimsoqni ko'p yesa, unga ilon zahri urmaydi. Chunki sarimsoq zahri ilon zahridan zo'rroqdir. Ilon chaqqan joyga oq xo'rozning safrosini surtilsa, zaharni kesadi. Oq xo'rozning kallasi kuydirilgan joydan ilon, chayon, qoraqurt va boshqa gazandalar daf bo'ladi. Chayon chaqsa, nish urgan joyga avvaldan chayonni ushlab solib qo'yilgan moy surtish kerak. Har kimsani ilon va chayon chaqsa, echki bolasini go'shtini bog'lasa daf bo'lar. Anjir. Anjirni xomini yoki yangi uzib olingan yaprog'ini quturgan it tishlagan joyga qo'yilsa, shifo topadi. Kishini quturgan it tishlaganida umuman boshqa jarohatlarga o'xshash og'riqli jarohatdan boshqa narsa kuzatilmaydi. So'ng bir necha kundan keyin u kishining fikri bir oz buziladi. Yuzi qizaradi, kuchli og'riqlar paydo bo'ladi. Ovozi buziladi, suvdan qo'rqa boshlaydi. Goho suv istaydi, ammo suv berilsa dodlab ichmaydi yoki biror qultum ichgudek bo'lsa suv tiqilib qolib o'ladi.
u odamlarni tishlashga urinadi. Bu kasallik 2 hafta va shunga yaqin vaqtdan boshlab 6 oy muddat orasida o'ldiradi. O'rtacha muddat 40 kun. Davolash avvalo jarohatni birikishga qo'ymaslik. Aksincha, u agar keng bo'lmasa, kengaytirish va ochiq kerak. So'ngra yuqorida hasharotlar chaqishida yozilgan tadbirlarni qo'llash darkor. Jarohatni eng kamida 40 kungacha bitishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Boshqa tadbirlar bemorni ko'p yurgizish, hammomga tushirish, terlatish lozim. Birinchi kunlarda bo'shatishga shoshilmaslik, balki zaharni tortib chiqarish kerak. Bilasizmi? Shosharlik va tezlik ko'p ishlarda ziyon keltiradi.